Xo'sh, assalomu alaykum. Davom etamiz yana Usmonov qiladi. Navbatdagi adresga mebellarimizni olib kelib ham oldik. Domga olib kelganmiz, Samarqand Juma, Pastroqom Jumaga olib kelganmiz. Yotoqxona uchun mo'ljallangan mebel. Mana bu tomonga shkafini, xona nisbatan to'g'rilik uchun divanda mana bu tomonga tegib beradigan bo'ldik. Shkafimiz 2 etajli qilib yasalgan, 6 ta eshik, tepasida ham eshikchalari bor. Buni ichki holati klient xohishi, qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, klient xohishiga qarab yasab beriladi. Materialga keladigan bo'lsak, 100% rossiyskiy laminatdan yasalgan. Bitgandan keyingi holatini ham to'liqroq, razmerlari haqida ham ma'lumot berishga harakat qilamiz. Davom etamiz. Navbatdagi adresga olib kelgan mebellarimizni ham tamomlab, egalariga topshirib ham oldik. Aytib o'tganimizdek, bugungi adresimiz Samarqand Pastroqom Juma shahriga olib kelganmiz. Yotoqxona to'plami. Endi qisqacha qilib tanishtirib o'tishga harakat qilamiz. Divandan boshlaydigan bo'lsak, divan 210 ga 170 matras razmer. Mana bu bosh tomon qismlarida rangida tanlov bor. Mashaqqatli qilib qilingan, xohlovchilar uchun boshqacha stillari ham bor. Mebel rangiga keladigan bo'lsak, rossiyskiy laminatdan kashmir rangida 20 xildan ziyod tanlov bor. Tremosi razmeri o'rta holatda 1.30, balandligi 2.10. Ikkitadan ruchka qo'yilgan, sabab diametri kattaligi uchun ikkitadan ruchka qo'yib berdik. O'rtalarida polkalari bor variantda. Ichki holati, eshiklari vakuumli. Oynalariga e'tibor beradigan bo'lsak, oynalari chetki qismi charxlangan. Nisbatan pulga qo'shiladi, qimmatroq bo'ladi, sifatliroq bo'ladi. Xo'sh, aytib o'tganimizdek, rangida tanlov bor, ikkita tumbichkasi bor. Tumbichkasining ichida polkalari ham vakuumli. Aytib o'tganimizdek, shkafiga keladigan bo'lsak, shkafimiz razmeri klient xohishi, qanaqa razmerda bo'lishidan, balandligi, yonbosh, ichki holati qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar klient xohishiga qarab yasab beraveramiz. Ruchkalarga e'tibor beradigan bo'lsak, ruchkalari ancha katta ishlangan, temirdan. Plastmassa emas, temirli qilib mustahkam ruchka qo'yib berdik, razmeri kattaroq bo'lgan. Mana bu chetki qismi PVH, ya'ni plastmassa. Hozir bu narsa yangilik bo'lmay qoldi, sabab 90% mebelchi o'zi bu sohaga o'tib bo'ldi. Ichki holatiga keladigan bo'lsak, razmeri kaltaroq bo'lgan kiyimlar uchun mo'ljallangan, ikkiga bo'lingan, custom razmerdagi. Aytib o'tganimizdek, ichki xohish klient xohishi. O'rta qismi polka, albatta sipchasi bor. Mana bu tomon razmeri uzunroq kiyimlar uchun mo'ljallangan. Tepa qismiga o'tsak, katta qilib ishlangan, ichlarida polkalar yo'q variantda, sabab katta detal yoki shunga o'xshagan narsalarni qo'yish uchun mo'ljallangan. Eshiklari 100% vakuumda. Xo'sh, siz mebelni to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqaruvchi sexning o'zidan olgan bo'lasiz. Bundan tashqari sexning o'ziga borib ham tanlab ko'rib olishingiz mumkin. Mebel 150 km dastavka uстановkasi ichida bo'ladi, qolgan kilometrlar kelishilgan holda bo'ladi. Sabab Surxondaryo, Qashqadaryo tomonidan so'rashadi, u tomonga yo'l kirasi uchun qo'shiladi. Mana bu uyga tushgan holati. Xo'sh, pastda nomer qoldiramiz, bemalol biz bilan bog'lanib aloqaga chiqishingiz mumkin.